Assalomu alaykum aziz dehqon akalar ukalar, YouTube jamoasini kuzatuvchilari. Bugungi obzorimizda Zubur Forex 4 va rotorli kasilka. Yangi kelgan 2 barabarli rotorli kasilkamiz. Ko'rganingiz Zubur Forex 4 traktoriga o'rnatilgan. Bir-biriga idealni tushgan. Bu rotorli kasilkamizni endi 1,65 m bo'ladi. Orqasida vomi bor traktorlar uchun bemalol o'rnatsa bo'ladi. Buni komplektida hamma narsa chiqadi akalar. Boltka ekasi yo'q, kardan, shlanglari, silindrlari, hamma narsa chiqadi. Rotorli kasilkamiz asosan o'tlarni o'rish uchun, xashak, beda, bog'larni ichini tozalashga, o'tlarni o'rish uchun ishlatiladi. Orqa tomoni mana shunday qilib ulanadi. Xullas aytganimizdek, orqasida vomi bor traktorlar uchun juda ham ajoyib uskuna. Buni zo'r tomoni bog'ni ichida ishlatishga juda ham qulay. Hali yonboshda yuradiganlardan ancha yaxshi bo'lib chiqqan. Siz rotor kasilkangizni qayerda yurgani, daraxtga tegib tegmasligini aniq ko'rib o'tirasiz oldi tarafda bo'lgani uchun. Kimga mana shunday uskunalar, traktorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranlardagi telefon raqamiga telefon qilib aloqaga chiqishingiz mumkin. Agar mabodo qanday savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozsangizlar, qo'ldan kelgancha javob qaytarishga harakat qilamiz. Videomiz kech bo'lganda olinyapti, shuning uchun sal xiraroq chiqyapti. Buning uchun ming bor uzr so'raymiz. Sog' salomat bo'lasizlar. Video ma'qul bo'lgan bo'lsa, albatta like bosib qo'yishni unutmanglar.